Hammaga salom, sizlar bilan har doimgidek Goldman. Bolalar, bugun Ziq serverida PvP qilishni o'rganamiz. Hamma biladi, Ziq PvP qilish hammaga qiyin. Har doimgidek telefonda masalan. Telefonda PvPchilar odatda qiynalishadi. Shuning uchun masalaga zo'r bitta nima deydi? Server topganman. O'zim ham shu yerda PvPni o'rganaman, mashq qilaman. Bitta nimalar bor? Bir boshidan tushuntirib bersam. Bitta botlar bilan urishsa bo'ladi, blok qo'ysa bo'ladi, blok qo'yishda mashq qilsa bo'ladi. Hamma narsa qilsa bo'ladi. Imda ham kuchaytirsanglar bo'ladi. Qaranglar, masalan, sumoda 1-1 paytda masalan, bunaqa sumo o'ynab 1-1 kelib qoladi-yu, masalan, Bedwarsda. O'shani nima qilib tushirib yuborsanglar, tushirib olishni o'rgansanglar bo'ladi. Ko'tariladi normalligini. Qilib easy'da buni easy'si ana Hive serverdagi pro masterlardan ham kuchliroq PvP qiladi. Qaranglar. Umuman ko'tarish qiyin easy'sini ham. Tushuninglar yoki buni aldab tushirib olish kerak. Yoki buni bitta ko'tarib olsanglar, ama ushlash qiyin bo'ladi. Mana shunaqa qilib tushirib olishlaringiz. Endi nima derdi? Hartini tasavvur ham qilib qo'yaverasizlar. Masalan, bu bor. Bu esimda yo'q. Ishqilib, bu xalinaqa bitta yotoqxona turadi, borib mana ko'rsatib beraman sizlarga. Mana nimada? Qaranglar. Bo'lib turadi. Hop, mana. Mana, qaranglar. To'lamiz. Mana yotoqxonami, mana yotoqxona bo'ladi. Ishqilib, mana bitta buzasizlar. Hech sekundda buzganlar. Mana tezroq mana. Tezroq kuchayishda endi cho'g'lasizlar o'zlaring. Bunday qilsalar ham bo'ladi. Shunaqa gaplash qilib. Shunaqa o'rganasizlar bu yerda. Bunisi qanaqa edi? Crouch. Bu blok qo'yish, masalan, uradi-yu sizlarda mana. O'sha qilib blok qo'yasizlar. O'xshamay qoldi hozir boshqatda. Boshqatda. Qiynalyapman cho'ta. Ana. Ko'rdinglarmi mana? Shunaqa gaplar bo'ldi. To'rtinchisi. Bu xalinaqa 1-1 paytlar bo'ladi-yu bunaqa. Mana shunda urishga mana. Uradi sizlarda, sizlar ham urishlaring kerak bo'ladi bunaqa qilib. PvPda kuchayasizlar shundan. Keyin bunda ham shunaqa gaplar. Bunaqa qilsanglar. Bo'lib turadi. Orqamizga blok qo'yib olishga ulguramizmi? O'sha bitta. Degan qo'shiq eshitdinglarmi? Zo'r chiqibdi, vallahi. Mana shunday qilib bizni o'rganasizlar ish qilib, bunda 9 bo'lib ketdi. Normalni uchirib yuboradi. Shunaqa gaplar. Hozir 4-siga kiramiz endi. 5-siga. Bu bunaqa qurish bor-ku, mashinadan o'rgansanglar bo'ladi bunaqa qo'llanadi. Yo'q. Boshqacha. Bunday qilib qurib beraverasiz. Mashlaqalardan berib. Shunaqa gaplar. Masalan, bunday qurishni o'rgansanglar bo'ladi. Qandaydi? Ko'rinib deydi-da. Hop yurish. Bunday qilib turib. Yo'q, tomonni bosib turib, tomonni bosib qo'yib. Bunday qilsak. Bo'lmadi. Chiqilib qiyin-da menga. Mening o'rganib qolganman. Bo'lib turadi bunaqalar ham. Bunday qilib turib. Qiyin ekan bunaqa. Shunaqa gaplar bo'ldi. Nimalarni o'rgansanglar bo'ladi, hozir ko'rsataman. Mana, ko'rasizlar? Bunday qilib turib
Hozir. Oldurog'iga o'tib olayda. O'xshamas ekanmanda. Bunda bitarsa ko'rsatdi sizlarga settingsda bunaqa o'zgartirsanglar bo'ladi. Menuni o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu qanaqa menuni o'zgartirsanglar bo'ladi bunda. Turib yana bunday qo'yib turib, turib yana qo'yib, turib yana qo'yib, turib yana qo'yib, qo'yib turib, ishqilib mashina o'rgansanglar bo'ladi. Bundan keyingisi qanaqa edi? Bunda menuni o'rgansanglar bo'ladi. Mashina o'rganmoqchi edim-da. Bilmayapman-da, shu-da mashina qurolmayapman. Qiyin o'ta. Bunday qilish kerakmi deyam yoki. Qiyin-da. Yaxshi. Shunday qilib ish qilib qurib ketasiz. Qurib ketishni o'rgansanglar bo'ladi. O'xshayapti jichcha-pichcha. Ko'rdinglarmi? Bittada o'rganmasanglar bo'ladi bundan ham. Bittada bas endi vaqt kerak. Bitta qurib beray, mashgacha qurib beray. YouTuberlar easy quradi bunday. Ko'rsanglar, birorta YouTuberni ko'ringlarda, ana ingliz Hive serverda Bedwars o'ynaydiganlar. Hive bas endi, umuman Bedwars o'ynaydiganlarda. Mana top. Oy. Buni yugurmasdan qurish kerak-da. Bunday sokin, osoyishta qurish kerak. Endi o'tirib quraymi ekan. O'tirish endi oson bu. O'ta oson bu. O'xshamayapti shuda. Keyin oxirgisini ham ko'rsatib qo'yay. Oxirgisi mana. Bunda menuni o'rganasizlar mana haliga. Nima edi? Ninja Bridge-midi? Nima edi oti? Qanaqa edi? Menuni. Yaxshi ketayotgandim-da. Mashina o'rgansanglar bo'ladi, ish qilib. Shunaqa gaplar. Mana bunaqa ham o'rgansanglar bo'ladi. Hop. Dars. Bunday qurib yana qurib turib, bu yoqqa qurasizlarda. Keyin bitta tepaga qo'yib turib, yoqqa qo'yib turib, bu yoqqa qurib. Shunday mashina qilib qurib ketasizlar. Yetdi. Ish qilibdi. Shunaqa gaplar bo'ldi. Keyin qaysi mir bordi? 3-siga kiramiz. Tfu. Menga ayimga. Ayimda ikki xil uslub bor. Masalan, birinchisi manu qaranglar. Oskosda beri. Ayimda ham kuchli. Shunaqa qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bunda ham ikkita uslub bor. Ikkinchisini ko'rsatmaydi, bunda sekundini qo'ysanglar bo'ladi. Hop, ikkinchisini o'ynab ko'rsataman endi. Yaxshi, bunda tezlik ayinda, menunda bunda bunaqa mana. Tashib ketdi. Ana atroflarni endi yuradi, ish qilaman, bratishka. Hit me. Qashun urasizlar.
Xo'p, ko'rsatmadi. Ish qil mana. Mayda turibdi, mayda qaranglar-da. Ko'rdingizmi? Hit necha marta xato qilganim qizilda turibdi, necha marta to'g'ri qilganim yashilda turibdi. Bunda water droplardan o'rgansanglar bo'ladi, ko'rsatadi sizlarga. Hop, mana. Mashimida? Ha, mana. Yo'q, bunda mana haligi Skywars playerlarga zo'r bu. Mana. Shoshlar, tap ochasizlar. Chiqib tezda urishlaring kerak bo'ladi. Shunday qilib, ozmaslarga boshqa o'ynab beradi. O'lsam turlarmidim? Ha, ketdik. Tap. Olasizlar ish qilib, bunday qilib turib, borib turib yana tap olib turib. Bu sindirsanglar ham bo'ladi, sindirsanglar ham tezda bo'ladi. Bunday qilib, o'zlaringcha ish qilib, mana shunday qilib o'rgansanglar ham bo'ladi. 19 sekundda qilibman. Keyin yana nimalar bor? Mana water drop, qaranglar, mana suv bor. Mana pastda joy bor. Mana bunday qilasizlar. Tableta water drop qilasizlar. Yana sakrasizlarda yana bitta water drop qilasizlar. 360 berasizlarda yana bitta water drop qilasizlar. Bunday qilib turib ham tushib ketasizlar deb. Keyin undan qilib turib bitta water drop berasizlar. Bunda eng zo'r joyini ko'rsataman sizlarga, qaranglar. Balki kirganlaringdan keyin water dropdan tashqari yana 3 ta bor, qaranglar. Qaranglar. Aylanib turib yana bitta bitta sakrasanglar bo'ladi. Keyin yana nima bor? Hozir ko'rsatay. Bu eng qiyini, menga eng yoqmaydigani va eng qiyini, qaranglar. Blok Преобразование текста. Uzr. Blok bilan qum blok bilan shoti. Buni qilish ancha qiyin. Shotini qilib menga qiyin, to'g'risi. Sizlarga bilmadim. O'tgan safar Clubs GG serverda bir marta o'xshab ketdi-da, bolalar. Shunda blokim bilan mana shotini bitta aylantirdim, o'xshab ketdi-da. Do'day. Balki bunday qilsak ham bo'ladi. Qarab turinglar, mashq qilib beraman. Qolgan hamma narsaga o'xshaydi, mana shu bitta mashina o'xshamaydi. Suchmi? Shotini qo'yishga ulgurmayapman-da, blok qo'ygandan keyin. Nima qilib turib olib aka? Shuna bolalar, shuna gaplar. Aytgancha mana unisini ham ko'rsatib qo'yay. Bunda mana uzoqligini o'zgartirsanglar bo'ladi, mashinaga bitta mana olaveray. Mana uzoqligini o'zgartirsanglar bo'ladi. Shunday qilib o'zlaringga reaksiyalaringni ham kuchaytirsanglar bo'ladi. Keyin hozir qaysinga yetdik bu aytganman. Endi bu mana bunaqa. Uzrasizlar. Yana uzrasizlar. Yana uzrasizlar. Yana ishqilib tushib ketyapman nimagadir. Ayda. Voy. Oson bas bu ko'ringandaqa. Ana, shu oldik. Donasini shu oldik. Tushib ketdim deb o'yladim, mishkani qo'yib yuboribman. Tushib ketdim deb o'yladim. Hoppa, qilasizlarda. Bu yomon deyaptimi? Eng ko'pi tur 10 da borgan ekanman. Qachon bilmayman, esimda yo'q. Borgan ekanman, lekin zato borganman. Shunday qilib. Ana o'xshadi. Mana shunday qilib boraverasizlar. Men settingisini bilmayman, buni normal. Lekin buni birinchi marta ko'rishim bolalar. Bundan keyingisi qanaqa ekan unda? Okey, buni birinchi marta ko'rishim. Bu eng qiyini bo'lsa kerak. Men uchun. Betda yurib bo'lmas ekan ish qilib. Shunday qilib tushib ketyapman. Blok qo'ysam tushib ketyapmanmi? Voy, chiqib olsam
chiqib olsam hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bo'lmabsizlar. Bu yerdan qanday o'taman, Bu yerdan qanday o'taman, hamma? Ishqilib bitta oxirgisi qoldi. Bu endi sal qiyinroq bu. Sal Voy. O'xshamayapti juda. What the hell? Teparoqqa chiq. Double click qilib o'tib ko'ramiz. Double click qilsam 360 gradus. Kimdadir bittasi bor. Telefonda o'ynab mashinadan easy o'tadi. Mashaqalar. Qum qo'ymaydi. Nima qo'ymaydi? Blok qo'ymaydi. Ani ochishdi. Bo'lsa ham oxirgisida. Oxirgisi bo'lsa yana bitta. Oxirgacha borish kerak. Shundan oldin bosyapman. Shunda yaxshi tirik qolyapman ko'proq. Shu ham bor, bu ham bor, keyin bu bor. Birinchi qism bo'ladi, adashmasam bu nima edi bu? Lekin buni o'ynamaganman. Bu haligi adashmasam yopish bu. Yopishmas ekan. Bu bunaqa bridge'larda o'ynashmaydi. Nima bu o'zi? Bu qo'yish mumkin bo'lsa, nima qilyapsiz? Bu nima kerak bor? Dan keyin mumkin bo'lib xolos. Keyin yarimga yuvib qo'yapti. Tushunmadim bu nimaligini. Mayli, o'ynab qo'yamiz. What the hell? Tushunmadim ishqilib bu nimaligini, to'g'risi. Xo'p, bolalar, buguncha yetarli adashmasam, hozir bitta oxirgisini ko'rib qo'ysak, qani? Oxirgisi ko'z. Bu o'yindagilarni ko'rish mumkin.